Demak, biz men mana bunday anaqani oldim. Endi esa просто biz mana просто biz mana buni o'chirib turib va mana buni qo'yib turib bizda Minecraft paydo bo'ladi. Stop. Nega bu Minecraft o'zgarmadi? Demek bunu ham BMV emas. Demek bu yerga o'yin desam esa o'yin har bir detali mukammal ishlab chiqilgan. Xo'sh, mana shunday. Endi esa bu yerga Minecraft mana Minecraft bu orzu o'yini. Xo'sh, biz bu videoda mana shunday kodlarni yozib, oddiygina mana shu narsani yasadik. Bu menga juda ham qiyin bo'ldi. Va shuning uchun iltimos kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qani avvalo AI yordam so'raymiz. Salom, kodingizni ko'rib chiqdim. Kartani yaxshi yaratdingiz, div elementidan foydalandingiz va unda H2 image PTG hamda butun kabi kerakli elementlarni joylashtirdingiz. Hozircha lekin menimcha siz tugmaga butun o'lcham berish qismini biroz e'tibor qoldirgansiz. Hozir tugma which va height orqali o'lcham berish kerak edi. Siz progress qilsam nima o'rganadi? Yaxshi. Demak, shunchaki biz kechirasan, lekin biz men mana buni o'chirib tashlashga majbur. Bu yerga whichni uzunroq beramiz. Whichga kelinglar. 300 piksel. Bo'ldi. Va videomiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bu qism bo'lingan edi. Hammaga xayr do'stlar. Video o'zi avtomatik tugaydi. Ungacha men sizlarga shunday narsalarni ko'rsataman. Piksel va tayyor. Yo'q, nima qoldi? Mana video o'zi tugaydi. Hammaga xayr.